Yunusobod tumani 9-kvartalga kelganmiz. Shunda Yunusobod galeriyadan kirishinglar bilan, ya'ni eski Prinsni qarama-qarshisidagi mahalla, juda ham yaxshi, fayzli xonadonimiz. Yevro remont qilingan 1-qavat, 5 qavatli domimiz. Umumiy maydoni 40 kvadratdan iborat, o'zini parkovka joylariga ham ega. Remont yangi qilingan, kalit sirazi notariusda beriladi. Narxini sirazi aytib o'taman, narxi 53.900 qo'yilgan o'rtoqlar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Shunaqa yangi remont, birinchi etajdan bir xona qidirib yurgan tanishlarga albatta bu videoni jo'natib qo'yinglar. Like bosing sizlardan chiqmasin. Endi uyimizni to'liq obzor bilan tanishib chiqamiz. Qani ketdik. Главный vxod kirish eshigimiz. Kirishimiz bilan ko'rishingiz mumkin. Sanuzilimiz, ya'ni hojatxonamiz mana. Yangi remont, juda ham akkuratli qilingan. Bu yoq tomonda mana ko'rishingiz mumkin, hammomimiz mana. Hammomimiz ham yangi remontdan chiqqan. Bu yoq tomonda kuxonniy zonamiz mana. Kuxniyada ham kerakli bo'lgan aksessuarlari bor. Romlar qo'yib ketilgan. Hop, bu yoqdan yurib kelar ekanmiz. Bu yoq tomonda kattagina zalimiz mana. Bu yoqda TV zonalariga joy tashlab ketilgan. Bu yoqda mana bir xona, ikki xona qilingan, ko'rishingiz mumkin. Yana bitta xonamiz. Bu yoqda ham mana o'zining akfa romlari bor. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Shunaqa lokatsiyadan birinchi etaj qidirib yurgan tanishlarga videoni jo'natib qo'yishingiz sizlardan chiqmas. Uychimiz sizlar uchun maxsus. Salomat bo'linglar.